Otasi yaxshi ko'rgan odamlarga silay rahim qilish ham yaxshilikning yaxshisi deb Payg'ambar alayhisalom marhamat qilganlar. Otamizni do'stlari, onamizni dugonalari, qani endi bularni holidan ham xabar olsak. Doda, siz meni odamlarni do'stisiz, birga ishlashgansiz, ko'p birga yurgansizlar deb bularni holidan xabar olish. Mana ko'p hajga borgan otaxonlar vafot etgandan keyin o'rniga o'g'illar qo'shilib olgan. O'sha hoji birodarlarning safiga. Farzandi hajga bormagan, lekin otasini o'rnida shu hoji birodarlarga qo'shilib olgan. Shularning yonida yursam, men otam xursand bo'ladi deb. Albatta xursand bo'ladi azizlar. Silay rahimni qilsak, o'tib ketgan ota-onamiz xursand bo'lmaydimi? Xursand bo'ladi. Otamiz o'tib ketdi, amakimizni borib ko'rsak, onamiz o'tib ketdi, xolamizni borib bir ko'rsak, xursand bo'ladi. Ota-onamizning ruhini shod qiladigan amallardan ham biri albatta silay rahimni bardavom davom ettirish.